Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz YouTube kuzatuvchilari, aziz obunachilar, navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Xo'sh, Alibest firmasiga eshiklar tayyorlaganmiz. Balkon profilidan shotlankalar to'qilgan holatda, oq shotlankalar qorong'i tushgan bo'lsa ham sizlarga video qo'yaylik deb video olyapmiz. Ligrovkalar juda go'zal holatda, balkon profilda ko'rishingiz mumkin. Mana kattasidan juda go'zal holatda chiqdi. İşimiz yoqqan bo'lsa bittadan bosib qo'yasizlar. İşimiz hali 100% tugamadi, lekin shunday bo'lsa ham sizlarga bir qator ko'rsatay deb video ilindim. Go'zal holatda eshiklarimiz. Shu buni общий bunaqa eshiklar 9 ta eshigimiz bor. Bularda 15 million so'm tayyorladik. 3 ta bunaqa hammom eshigi bor. Hammom eshiklarimiz o'sha oydagi gulli oyna bo'ldi. Go'zal holatda. Xo'sh. Kommentariyaga bir fikringlar qoldiringlar. Puliga yarasha ish bo'libdimi? Xudo xolisa go'zal holatda. Ko'pchilik so'raydi. İchki tomonga ham akfa qo'ysa bo'ladimi deb. Mana akamiz ichki tomonga akfa qildirdik. Ko'p joylarda qilamiz. Kimga qanaqasi manzur bo'lsa, shuni qilib beramiz. Xohlasa MDF, xohlasa akfa xohlaganda qilib beraveramiz, cho'tka holatda qilib. Bu ikkinchi etaj, birinchi etajdan ko'rsataman. Xo'sh, bu birinchi etajimiz. Tepasida pramvalar ham bor. Go'zal holatda chiqdi. Ichidan videomiz to'liq holatda chiqmaydi, sababi qorong'i tushib qoldi ancha. Lekin shunday bo'lsa ham bir qator video qilaylik deb ko'rsatyapmiz. Aytib o'tdim, ruchkalar boqib o'tdi. Ligrovkalar juda go'zal holatda bittada keladi. Shotlankalari ham yangilik, xudo xolasa bizda oqidan qilib berdik akamizga. Oynasi oq bo'lgan. Aytib o'tilgandek, narxlar 15 million so'm tayyor bo'ldi. Bunaqa eshikdan общий pastda 4 dona bor. Bu yerda 3 ta nishvoyda bor, bitta. Nishvoyda ham ligrovka juda go'zal holatda kelgan. Bittada. Tamam. Balkon profil bo'lganda shu bo'ladiki ham общий 9 ta eshigimiz go'zal holatda. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Dastlabki ustunimchi vodiy bo'ylab kanalimizga ham kamdan kam video qo'yib, sababi shunaqa qorong'ida bitkizib qo'yayotganim sababi videoga ham ola olmayapmiz. Aybga buyurmaysizlar. Kanalimizni kuzatib boringlar. Xudo xolasa bundan ham go'zal ishlarni qo'yib boramiz. Rahmat katta.